Instagramda o'chib ketgan chatlaringizni hozir men sizga oson tiklashni o'rgatib qo'yaman. Siz bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi navbatda Instagram profilimizdan uchta chiziqchaga bosamiz. Bu yoqdan Watch DSPga bosamiz, Entega tushiramiz, skachat informatsiyaga bosamiz. Bu yoqdan mana shu skachat joyiga bosasizlar, bu yoqdan ikkinchiligini tanlaysizlar. Bu yerdan bo'lsa сообщение joyiga птичка bosib, dalini bosamiz. Skachatdan устройство qilamiz va bu yoqdan ko'rishingiz mumkin, sozdать fayl joyiga bosamiz. Va mana shu joyda ozgina kutib turasizlar, SMSlarning barchasini bu tiklab oladi. Keyin bitta orqaga qaytib yana shu skachat joyiga kiramiz. Keyin bizda mana shu skachat joyi paydo bo'ladi. Xuddi shu joyga bosamiz. Bu yoqqa Instagram parolimizni kiritamiz. Parolni terib kirganimizdan keyin mana shu tarzda bizga fayl tashib beradi. Fayl ustiga bosamiz va извлечь qilib olamiz. Keyin mana shu o'rtadagi papkaga kirib, birinchilikni ochamiz. Bu yoqdan ham inbox ochamiz. Mana shu yoqdan o'zingizlar istagan chatlarni mana niklari bilan yozib qo'ygan, shunchaki ustiga bosib, bemalol bu yoqda SMSlarni ko'rib o'qib olsanglar bo'ladi. Shunday Chrome tanlaysizlar, bu yerda bosasizlar, mana bu yoqda SMSlaringiz ochiladi. Video sizga aniq foydali bo'ldi. Shuning uchun saqlab qo'ying. Like va podpiskani yodingizdan chiqarmang. Smartfonlarni eng zo'r narxda Open Shopdan xarid qilsangiz bo'ladi.